Yunusobod tumani 2-sonli sport maktabida Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasining mintaqaviy bosqichi doirasida bellashuvlar davom etmoqda. Jumladan, bugun mazkur musobaqaning taekvondo bo'yicha mintaqaviy bosqichi o'tkazildi. Mavzuni hamkasbim Farangiz Aliyeva davom ettiradi. Bugun yurtimizda yoshlar sportiga katta e'tibor qaratilmoqda. Iqtidorli sportchilarni aniqlab, ularni olimpiya darajasiga olib chiqish maqsadida tashkil etilgan ushbu musobaqada yoshlar o'zlarini sinab ko'rmoqda. Ulardan eng zo'rlari respublika bosqichida qatnashish imkoniga ega bo'ladi. Musobaqa davomida sportchilar bir qator yuksak natijalarga erishib, raqobatbardoshlik, bardavomlik va g'alabaga intilish kabi fazilatlarni yaqqol ko'rsatishdi. Ularning chiqishlari hakamlar hay'ati tomonidan yuqori baholandi. Asosiy bu yoshlarimiz ertangi kunda o'sha Los Anjelesda bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlariga zaxira seleksiya vazifasini o'taydi. Chunki aynan 15, 16, 17 yoshlar bular ertangi o'sha Olimpiada o'yinlariga tayyorlanadigan yoshdagi toifadagi bolalar. Bugungi mintaqada 4 ta tuman qatnashyapti. Yunusobod, Shayxontohur, Uchtepa, Olmazor. Bizda ishtirokchilar 100 dan ortiq ishtirokchilar qatnashyapti. Har bir vazn toifasida keskin kurashlar olib borilyapti. Birinchi etapi boshlangan, ikkinchi etapi avgustda bo'ladi va keyingi oxirgi etapi noyabr-dekabrga berilgan, o'sha final etaplari bo'lib o'tadi. Musobaqada g'olib bo'lgan sportchilar esa o'z xursandchiliklarini yashirib o'tirmadi. G'olibligi muborak, taassurotlaringiz bilan bo'lishing. Taassurotlar zo'r. O'zi boshida musobaqa boshlanishdan oldin rosa hayajon bo'ldi. Hech qo'yishni ham o'yladim. Lekin mana finalda g'olib bo'ldim. Ishonch bo'ldi. Baribir har bir raqibga o'zini kuchi va qobiliyati bo'ladi. Har bir raqibim qiyinchilik bilan bo'lsa ham yutdim. Kelajagimda maqsadlarim Xudo xolasa Jahon Olimpiya chempioni bo'lish. Uchta qizni yutib, birinchi o'rin oldik. Qaysi tumanni yutdingiz? Shayxontohur tumani. Trenerim yonimda bo'ldilar, qo'llab-quvvatladilar. O'shaning uchun yutdik. Hayajon bo'ldimi? Hayajon ko'p bo'ldi. O'zimizni qo'lga olib, dayanga chiqdik. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa? Shu Olimpiada chempioni bo'lish, har xil chempionatlarda g'alaba qozonish. Tadbir so'ngida g'oliblar munosib tarzda taqdirlandilar. Yunusobod, Shayxontohur tumani. Ikkinchi o'rin bilan taqdirlanadi. Uchtepa tumani. Bunday musobaqalar sport orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish hamda iqtidorli yoshlarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Farangiz Aliyeva, Mirsaid Taripov, joyida informatsion dastur uchun.